Yüz Yilliq Marafon. ئاپتورى مايكىل پلىزبېرى. خاتىمە. 2. Xitayning zo'rayayotgan iqtisodiy kuchi. Gerçi Amerikada Xitoy iqtisodining eshishining tuvallayotganligi, hatto cho'kayotganligi haqidagi umidvor paranglar bag'ansir ko'payayotgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy iqtisodi yanada bizninkidan 3-4 hassa tez suratda rivojlanyotidi. 2015-yili Amerika iqtisodining eshish nisbati orali 2%. Xitoyning bo'lsa 7% bo'ldi. Bu Xitoy Amerikadan eshib ketalamdi yo'q emas, Xitoy Amerikadan qachon eshib ketadi degan muloyizaning davomlashishiga sabab bo'ldi. Xitoy eksport, oila eshinchi kirimi va milliarderlarning soni qatorliq jihatlarda allaqachon bizdan eshib ketdi. Nobel iqtisod mukofoti sohibi Joseph Stiglitzning Shuhrat sahnasi ژورنىلىنىڭ maqolasida deyilganidek, Xitoyda bankaga amonat qo'yilgan pul bilan mablag' GDP'ning 50%ni egallagashga, Xitoy amonat pul jug'lanmasining ziyoda ko'payib ketganligidan ansirmoqda. Buning aksicha, Amerika amonat pul jug'lanmasining ziyoda ozligidan tashvishlanmoqda. Yasimchilik degandek, ba'zi sohalarda Xitoy texi yaqindala bizdan nisbiy holda eshib ketaladi. Lekin 2014-yildan 2015-yilgacha oraliqda Xitoyning Xorun baylar tizimligiga ko'ra paydo bo'lgan 200 yangi milliarderni qo'shganda, Xitoyda hozir jami 596 milliarder bor. Amerikada bo'lsa 537 bor. Shuningdek, Xitoy shirkatlarimo bayliq ژورنىلىنىڭ dunyodagi 500 kuchlik shirkat tizimligiga bas-basti kirishga boshladi. 2000-yili mazkur tizimlikda Xitoy shirkatidan birimi yo'q edi. 2015-yilga kelganda bu son 98 ga chiqdi. Bayliq ژورنىلىدا ko'rsatilishicha, Xitoy bu jihatda mazkur tizimlikka kirgan shirkatidan 128 bor. Amerikadan qolsalar 2-chi o'rinda turadi. Shundaqla mazkur kitobda bayon qilingan boshlamchi korxonalar sistemasi utuqliq bo'lgan bo'lib, Xitoydagi eng oldingi qatordagi o'shki shirkatning hammasi davlat ig'dorchiligida. Bu dunyodagi eng cho'ng ba'zi banka va neft shirkatlarini o'z ichiga oladi. 2015-yili 10-oyda Xitoy puli, ya'ni atalmış xalq puli, Yaponiyaning yin, ya'ni Yaponiya pulidan eshib, xalqaro tijoratda pul to'lashda eng ko'p ishlatiladigan pullarning ichida 4-o'ringa chiqdi. U hozir Amerika dollari, yevro va Angliya fond sterlingining keyindila turadi. Shundala 11-oyning oxirida Xalqaro pul fondi Xitoy pulini o'zining dangliq zapas pullar sevitiga kirgizishni qaror qildi. Bu Xitoyning uzoq muddatlik gullanishiga bo'lgan ishonchining ifodasidir. G'arb taratqullarining Xitoy iqtisodi tugishyotidi degan mo'lchiriga ro'shan silishtirma hosil qilgani Xitoydagi nopozliq iqtisodshunoslar IMF, ya'ni Xalqaro pul fondiga o'xshashlar Xitoy iqtisodiga qarta to'lim umidvor. Xitoydagi eng nopozliq iqtisodshunoslardan biri bo'lgan Lin Yifu 2015-yili 1-oyda Xitoy iqtisodida kelgusi 10 yildan 15 yilgacha 7%dan 7-5%gacha bo'lgan GDP ishi davomlashidi deb
mo'ljallangan. Linifo yana 2030 yilga borganda Xitoydagi kishi beshiga to'g'ri keladigan o'ttirchi kirim Amerika fuqarolarininki 50%ga, shundaqla Xitoy iqtisodining ko'lami Amerikaning 2 hassasiga to'g'ri keladi deb mo'ljallangan. Linifoning mo'ljari qattiq e'tibor berishga arziydi. Chunki u Dünya Bankasining sobiq bosh iqtisodshunosi, shundaqla Chicago konservativ iqtisod universitetining doktor aspirantidir. Yaqinqi boshqa mo'ljallardami Amerikaning texmi raqobatchan bo'lish uchun favqulodda zo'r kuch chiqarmagan taqdirda dunyodagi birinchi iqtisodiy gavdalik o'rindan ayrilib qoldiganligi tilga ilinmoqda. Robert Atkinson Xristian ilm-fan o'gitlari gazetida shundoq deb yozgan. Xitoy yerim o'tkazgich va yumshoq detal qatorliq halqiliq sohalarda Amerikadan import qilingan mahsulotlarning o'rniga dasitish uchun yerlik mahsulotlarni ishlab chiqarishga necha 10 milliardlab mablag' selyotidi. Shundaqla yana Amerika torbatlariga, ya'ni applarga va boshqa elektronlik uchur supillarga erishishni cheklayotidi. Bizning shirkat sahiblarimizni aqliy mulklarni, texniklarni va manba kodni oshkorlashga majburlayotidi. Monopolga qarshi turish qonunini dastak qilib, Amerika shirkatlarini yo'l qo'yishga majburlayotidi. Hatto Xitoy korxonalarini Amerika ishlab chiqargan yumshoq, qattiq detallarni ishlatmaslikka zo'rlayotidi. Buningdan eshib, Xitoy sistemalashgan qo'shimcha savdogarlik o'lchamidan foydalanib, o'z ishlab chiqaruvchilari uchun pul va o'lchamni tizginlashdan tortib, toki davlat egiligidagi korxonalarga alohida manfaat berishgacha bir qator tangsiz afzalliklarni qo'lga keltirishga urinayotidi. Buning aksicha Amerikaning raqobatchanligi tövəllab keldi. Amerika tizimlash idorasining ko'rsatishicha, Amerikaning tijarati mazkur idora 1980 yil qurilgandan buyangi eng tez suratda chekinib o'tibdi. Shuning bilan bir vaqtda 2014 yildagi dunyo ijodchanlik ko'rsatkichida Amerika yеңгىلىق yaratish ekologiyalik sistemasida 6-chi va yangidan tijorat boshlashning osonligi jihatda 39-chi o'ringa tushib qolgan. Yana bir tarafdan sharoit har vaqt Xitoyning yerlik yеңгىلىق yaratishiga mos kelavermaydi. Stiglitsning dokladida ko'rsatilganidek, mukofotlangan patentlar jihatda Xitoy ilham Amerikaning orqasida. Ammo ular, ya'ni Xitoylar oradagi farqni bargan siri kichikiltiyotidi. Xitoy aeroplan, yerim o'tkazgich, tibbiy mahsulotlar va tovar yasimchiligi qatorliq yuqori texnikalik mahsulotlarni ishlab chiqarish sohalarida yetakchi o'rinni egallashni o'ylaydi. Eng oxirida Xitoy siyosat belgilguvchilari Xitoy bozorini mustaqil holda o'zining yuqori texnikalik mahsulotlari bilan ta'minlash bilan bir vaqtda xalqaroliq bozorga to'sqinsiz kirish afzalligidan foydalanib, o'zining texnika va eksportining halovatini surishga urinayotidi. Bu sharkatlarning turtkisida Xitoy dunyo savdogarlik tizimligida birinchi o'ringa chiqdi. Obama va Shi Jinpingning uchrashishi. Xitoy bilan murakkab diplomatiya o'yini o'ynash xirsi Prezident Obama bilan Xitoy raisi Shi Jinpingning 2015-yili 9-oydagi Washington uchrashishida to'liq gavdalandi.
shu qitimliq uchrashishda ma'lum bo'lgan eng gavdalik hodislardan biri konservativ harbiy qattiq qo'llarning Xitoy hukumati ichidagi ta'sirining favqulodda zo'r ekanligi bo'ldi. Aytishlarga qaraganda, Xitoydagi harbiy qattiq qo'llar Shi Jinpingni Obama hukumati bilan ba'zi masalalar haqida so'zlashmaslikka undagan. Ilgari harbiy amaldor bo'lib, hozir Xitoyning davlatlik aqllar amrida ishlayotgan "Man Xitoyning tadqiqotchi generallari" deb ataydigan kishilar menga Shi Jinpingning shu qitimliq uchrashish jarayonida nimalarni qiladiganligidan faxrlanish ilkida bisharat berishgan edi. Harbiy qattiq qo'llar menga o'zlarining bu qitimliq uchrashishni planlash ishlarini Tashqi ishlar ministrligiga tashlab bermaganligini aytdi. Aksicha ular Shi Jinpingning bir muncha generallar bilan haftalik yig'in ochgan fursatidan foydalanib, shu qitimliq safar uchun yo'l ko'rsatib ulgurgan. Xitoy Ozodlik armiyasining markaziy siyosiy bo'lim deydigan, ko'pincha odam bilmaydigan bir chet el siyosati atrati bor. Bu atratdagilar siyosiy fursatlarning qimmatini baholaydigan, shundaqla Xitoy Tashqi ishlar ministrligidagi hamma yerda uchratqili bo'ladigan tipdagi dilg'ul ziyolilar bilan doim jidallashib turadigan qattiq qo'llardir. Harbiylar hech qandaq diplomat qatnashtirilmagan 4 yoki 5 qitimliq majlisda Shi Jinpingning prezident Obama bilan ko'rishgandagi nutqi va boshqa ishlarning harbiyga aloqador taraflarini qaror qilib bo'lgan. Ularning birinchi, shundaqla Shi Jinping tarafidan qabul qilingan tashabbusi shuki, Shi Jinpingning Amerika ziyaratiga hech qanday yuqori darajalik Xitoy general qatnashmasligi, shundaqla ikki davlat orasidagi muzokarada harbiy ishlar qat'iy tilga ilinmasligi kerak. Prezident Obama bilan bo'ladigan suhbatda tövəndəki 6 sahani tilga almaslik alayda ta'kidlangan. Birinchi, Xitoyning xakerlik hujumi. Amerika bilan Xitoy orasida tor bexatarligi kelishimi tuzishga, shundaqla 2014-yili Amerika adliya tarmoqi tarafidan tor ishpiyonligi bilan ayıplangan 5 nafar ozodlik armiya ofitseri haqida muzokaralashishga bo'lmaydi. Ikkinchi, olam boshlig'i. Xitoy Xalq ozodlik armiyasining olam boshlig'idagi harakatlari haqida, Xitoyning sun'iy hamrohga qarshi programmasini cheklash yoki olam boshlig'i qurol cheklamasi haqida muzokaralashishga bo'lmaydi. Uchinchi, harbiy almashtirish. Xitoy Amerikaning harbiy harakat ojizliklarini tushunish fursati bilan ta'minlaydigan harbiy almashtirishlarni ko'paytirishni talab qilishi, ammo Amerikaning Xitoy Xalq ozodlik armiyasining sazgur uchurlariga erishish istikini rad qilishi kerak. To'rtinchi, texnika. Xitoyning maxfiy davlat mudofaasi texnikalariga erishishni azaytadigan cheklamalar bo'lmasligi kerak. 5. Tayvan. Xitoy Xalq ozodlik armiyasining Tayvanga qarshi harbiy taraqqiyotini cheklash to'g'risida muzokaralashmaslik kerak. 6. Janubiy Xitoy dengizi. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida qizish va harbiy insholarga cheklama qo'yish haqidagi har qanday muzokaraga qo'shilmaslik kerak. Qattiq qo'llar texim ishkirlab, Shi Jinpingning Obama bilan ko'rishgan fursatdan foydalanib, Amerikacha so'z iboralarni qo'llanishni va o'zi yoqtiradigan Amerika kitoblarini tilga elishni tashabbus qilgan.
Ши Цзиньпин мәзкур сценарийге binoan bir qitimliq sipoya nutqida Xitoy xalqi azaldan Amerikaning korxonachilik ro'yini va ijodchanligini to'limi cho'ng biladi. Yosh vaqtlarimda Alexander Hamiltonning Federal yozmalar degan kitobi bilan Thomas Painening Umumiy savatlar degan asarni o'qigan edim degan edi. Obama hökuməti bularning hammasini alqishlab, Xitoy bilan faqat fuqaroviy sohadagi to'r jinoyatlar to'g'riliqla muzokiralashdi va tishini tishlab turib, Xitoy hökuməti tashkillagan Amerika hökumatiga qarshi hakkerlik hujumlar haqida davran selishdan saqlandi. Davlat ishlar komitetidagi Osiyo ishlariga mas'ul yuqori darajalik mudir Dan Kurtenberg Obama Xi Jinping orasidagi uchrashishdan ilgari taratqularning to'r bexatarligi kelishim suhbati haqida so'ragan savoliga "Men sizlar boya o'tirg'a qo'ygan masala to'g'risida kelishim tuzish haqida umidlik so'zlarni qilishni xohlamayman. Bu bir uzoq muddatlik nishon. Biz bu nishonga yetishdan texi yiroq" degan edi. U shuncha zo'r Xitoy vakillar o'mkiga biror yuqori darajalik harbiy amaldor yoki harbiy to'r mutaxassisningmi kirgizilmaganligini tilga olmagan edi. Xi Jinping Aqsaroyda Amerika prezidentining yonida turib, qop yuraklik bilan butun Janubiy Xitoy dengizining Xitoyga tava ekanligini ta'kidlaganda, Xitoy qattiq qo'llari cho'qim qattiq hayajonlanib ketgan bo'lishi mumkin. Xitoy xirsiga taqobil turish. Navbatda tadqiqotchilarning ko'p qismi Amerika bilan Xitoy o'rtasida uzoq muddatlik raqobatning bargan sir kuchayotganligidek reallikni qabul qilishga boshladi. Masalan, Harvard universitetidagi No Philipman navbatdagi Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni sifatlashda so'rin urush, ya'ni Cold War degan iborani qo'llangan. Biz Xitoyga qarshi strategiyalik afzallikni saqlashga uringanda so'rin urushni sovutib etmaslik, texmi yomini issiq, ya'ni qurolliq urushga aylantirib etmaslikni nishon qilsak, Xitoyning iqtisodiy va harbiy strategiyasiga mos keladigan birlikka kelgan siyosatga bo'lgan ehtiyoj bargan siri ro'shanlashadi. Bu Amerikaning keyingi navbatlik prezidenti va uning izbosarlari duch keladigan xirs bo'ladi. Ular 100 yillik marafonning ahvoliga ko'ra Amerikaning qadamini belgilaydi. Xitoyning hech qanday strategiyasi yo'q. Bu faqat ularning o'tmishdagi namratlikdan qutulish yo'lidagi qad ko'tarishidir. Degandek sodda xiyollarda yurgan kishilar paydo qilgan mujmallik. Biz duch kelayotgan haqiqiy xirisdir. Mening Xitoy to'g'risidagi ko'z qarashlarim Xitoyning Amerikaning o'rnini elish niyatimi, strategiyasimi, iqtidorimi yo'q degan qarashdagilarning kuchlik xirsiga uchrab keldi. Lekin bu xil qarash oldimizdagi yillarda tadrijiy yo'qoladi. Agar Xitoy rostla hech qanday strategiyasiz holda tuyuqsizlik gullanib qolgan bo'lsa, nima uchun Xitoyning yangi davlat mudofaasi aqtashlik kitobida Xitoyning xalqaroliq manfaatini qo'g'dash ehtiyoji tilga ilinadi? Nima uchun Xitoydagi nopozliq iqtisodshunoslar Xitoyning iqtisodda Amerikani 2, hatto 3 qatlab o'tadiganligini mo'ljarlashidi? Nima uchun Xitoy ko'pinchisida Osiyoliklarninkidir deb jar silingan rayonni qaytadan qurib chiqish planini e'lon qiladi?
Şundaqla Xitay rəisi Xi Jinping nima uchun 2015 yılı 4 ayının 1 günü dünya iqtisodining yarmidagi chet el savdosini birlikka keltirish va moslashtirishni nishon qilgan bir balvoq bir yo'l deb atalgan favqulodda zo'r planini bevosita o'zi jakarlaganda Amerikani tilga ilibmi qo'ymaydi. Eng oxirida nima uchun Xitoydagi 35 nafar harbiy amaldor yer shari miqyosida Xitoyning harbiy baza torini shakllantirishni targ'ib qiladigan strategiya ilmi nomliq ancha ko'p odam bilmaydigan kitobni nashr qildirdi. Mazkur yangi takliflarning hech qaysisi menga strategiyasi yo'q bir davlatnikidek ko'rinmaydi. Kitob tamom. İngilizçidən tərcüm qılğuçı ھېكمەتيار ىبراھىم ەنۋەر قاراقۇرۇم. مەنبە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 7 سانىدىن ئېلىندى.